Mazasini ko'ramiz nomidan kelishsa, tekinga bepul shunday yeysizlar. Ramazonda saharlikda oshlarni portlatishganini ko'rgansizlar. 5 qayra ochdamiz, Abdolim kelganmiz. Hozir mosh kishiryapti. Borni borcha etamiz, mazasini ko'ramiz. Biz ichkariga kirib joylashib oldik. Ko'rib turganingiz 4 ta porsiya shu yerda. Bir porsiyasi 75 ming so'mdan ekan. Non, choy, salat, joyi ham ichida. Agar qazi qo'shadigan bo'lsangiz 10 ming so'm qo'shilar ekan. 1 kilosi 150 ming so'm ekan. Mazasini ko'ramiz. Bismillah. Mosh kichiram. Bu yoki halim mosh kichiram. Halimni yo'q ketyapti. Bismillah. Ajoyib. Juda ham ajoyib. Mosh kichiram emas, halim desa ham bo'ladi. Bu yerda kelib yeb ko'ringlar. Sizlar yeb ko'ringlar, ashi. Zo'r, haqiqatda zo'r. Yana bitta narsa, ko'pchilik kommentariyada yozyapti, unaqa deyapsan, bunaqa deyapsan, yoqadimi, yoqmaydi. Xohlasanglar, mana kelasizlar mana shu yoqqa. Bizning nomimizdan kelib 5 ta odam shunday yeb ko'radi. 100 yillarni olishinglar ham shart emas. Ovqat yoqdi, yoqmadi, o'zingizlar fikringlarni aytasizlar, pulni to'lab ketamiz. Keyin bitta narsa, ko'rgandan keyin shunday like-ni bosib qo'yib, podpiskani bosib qo'ysangiz, sizlar uchun kichkina arzimagan narsa biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Boshqacha haqiqatda halimdek bo'lib ketdi, mazasi zo'r ekan. Shuning uchun uyga ham nasib oldim. Xavotir olmanglar. Olib ketayotganga ham, o'tirib yeganiga ham pulni to'laymiz. Bizda kapitalojni sizlarga ham pul to'lab ketdi. 5 kishi shunday kelasizlar. Mazasini ko'ramiz nomidan kelishsa, tekinga bepul shunday yeysizlar. O'zingizlarning bahoyinglarni berasizlar. Kommentariyada yozib ketasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.